Assalomu alaykum hurmatli Samarqand uylari YouTube kanali kuzatuvchilari. O'zbekmiz-ku, har qanaqa uydan kamchilik qidirishga tushib ketamiz birdan kirganimizdan. Mana shunday chiroyli, ajoyib, hech qanaqa kamchiligi yo'q uydan ham kamchilik topib qo'yamiz gohida. Mana shu joylarga kartinka yetishmayapti. 3 dona kartinka qo'ysa, juda ham nur ustiga alo nur bo'lardi. Lekin bunaqa narsalarga, mayda-chuda narsalarga boshingizni qotirib o'tirmay kirib yashaydigan tayyor uyni e'tiboringizga havola etmoqchiman. Marhamat, uyimizdan kiraverish eshigimiz, prixojinning shkaflari qilingan. Shoshilmasdan detalni tushuntiraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Bitta like qizartirib qo'ysangiz, yana ham xursand bo'lamiz. Kirganimizda mana chap qo'limizda sanuzel qismimiz bo'lyapti. To'liq kafilda oyoqlarimiz taklari issiqqina tepli polda ham radiator batareyalari qo'yilgan. Bu yoq ham issiqqina, suv, gaz, svetdan muammosi yo'q. Mana ko'rishingiz mumkin, parlanmaydigan oynalar. Suvlarni ham birato'la ochib ko'rsataman. Suvlari ham bor. Hamma narsa yaxshi narsalardan ishlatilgan, santexnika ham. Xo'p, detalni tushuntirib o'taman deganim mana vitishkalarigacha ham bor. Men o'zim ana shunday milichovka joylariga ham ko'p e'tibor qilaman uylarga kirsam. Sanuzellarimiz alohida, yuvinish xonamiz ham mana alohida bo'lyapti. Kirganingizda yuvinish xonamiz ham issiqqina bo'lib turibdi. Bu yerga ham chiroyli parlanmaydigan oynalar, rakvinaga bitta baho berib o'tasiz. Alohida tema bo'lgan rakvina. Tagida mana kir yuvish mashinasi ham qo'yilgan, yangi. Bu yerda ham albatta vitishkalar bor. Xo'p, mana shu joyimiz, koridor qismimiz ham kafil bo'lgan joylar tepli pol qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin, koridorimizda ham isitish tizimi, ataplenalari qilingan. Uzun koridordan mana ikki tarafga xonalarga kirishimiz mumkin. Boshidan tushuntirib o'taman. O'ng qo'limizda mana ofis foydalanishga bitta chiroyli xonamiz bor. Xohlaganlar yotoqxona qilib qo'ysa ham bo'ladi. Bu yoqda ham issiqqina bo'lib turadi. Xo'p. Bu xonamiz, bitta mana shu xonamiz gulxo'y tushgan, ya'ni koridor orqali tushyapti derazasi. Qolgan hamma xonalarda derazalari bor va bitta bolajonlar uchun yotoqxona. Yotoqxonamiz ham idealni, yashashga tayyor. Mebellari bor, ikkita bolajon uchun televizorlari qo'yilgan. Kartinkalari bor, kiyimlar uchun javonlar marhamat qilingan. Derazamiz ko'cha tomonga qarab turadi. Isitish tizimi, ataplenasi qilingan aytib o'tganimdek. Eshiklarimiz ham yaxshi, MDF krashin, MDF eshiklardan oppoqqina. Bugungi uyimiz ko'zni og'ritmaydi, ranglari ham ko'zga yoqimli qilingan va marhamat, ota-onalar yotoqxonasi. Ota-onalar yotoqxonasiga alohida tema lekin. Alohida 5. Ko'rishingiz mumkin, kiyim uchun javonlar qilingan. Pardoz andoz qilishlar uchun chiroyli oynalar qo'yilgan, marhamat. Bu joyga bemalol tilla taqinchoqlarni solib qo'yishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, ozroq cho'zilishi mumkin. Detalni ko'rsatib o'tishga harakat qilyapman. Biroq lampalari, derazalarimiz bor, chiroyli pardalarda turibdi, televizorlarimiz bor. Sandiqchalik qilingan, spannilari ham takoy qilib. Kelasiz, yashaysiz bu yoqda faqat, tamom, boshqa hech narsa qilmaysiz. Mazza qilib, kiyim-kechaklarni olib kelsangiz bo'ldi. Ruchkalari ham alohida, eshiklari chiroyli. Koridor qismimizdagi devor ichiga berkitilgan javonni ko'rsatib o'tmoqchiman. Marhamat, kiyimlar uchun javon qilingan. Patologgacha chiroyli qilib, idealni qilib qilingan. Bu yoqni keyin ko'ramiz. Birinchi o'rinda ayollarimizning sevimli xonasi va oshxona. Katta, yuragingiz siqilmaydi bu yerga kirsangiz. Bemalol o'tirib ovqatlansa bo'ladi. Alohida tema ranglari qarang, ranglarini ko'zni og'ritmaydi, kombinatsiya qilingan. Chiroyli yangi muzlatgichlari bor. Kattakon mana ovqat pishirish uchun, tayyorlash uchun stollari qilingan. Gaz plita, vitishka, zamonaviy oxirgi rusumli mana rakvinalari qilingan. Bu yoqda ham ataplenalar bor. Gulxo'y xona yo'q, derazalari bor. Va mana ko'rib turganingizdek, to'q konturli katyonlarimiz ishlab turibdi. To'liq tepli pol tizimlari bor. Chiqib ketgan hamma narsasi. Xo'p, o'tirib bemalol ovqatlansangiz bo'ladi. Yaxshi mebellardan qo'yilgan. Devorlarimiz ham chiroyli rangda turibdi. Va eng oxirgi xonamiz bu mehmonxona. Tayyormisiz? Marhamat. Mehmonxonani ko'rishingiz mumkin kattaligini. Telefon qanchalik yetkazib beryapti bilmadim, lekin ko'z bilan ko'rsangiz bu yer juda ham katta. Mana ko'rishingiz mumkin 1 2 3 4 5 12 kishi bemalol qisilmasdan, siqilmasdan bemalol o'tirsa bo'ladi.
Mana ko'rishingiz mumkin, kattakon devorlarimiz ham chiroyli rangda turibdi. Televizorlarimiz qo'yilgan, dekorativ gullarimiz, ikkita panoramli derazalari bor. Mana bu joyda bemalol ikki kishi kofeni ichib, gaplashib, muhokamalarni bitkazsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Va mana koridor qismimizni yana bir bor ko'rsatib o'taman. Bugungi manzilimiz Samarqand shahar vokzal hududi Gamma Med klinikasining shundoqqina ro'parasida joylashgan 8 qavatli yangi g'ishlik domlarning 5-qavatda bo'lyapti. Liftlarimiz 24 soat xizmatingizda. Hech qanaqa muammo yo'q. Svet, gaz, kommunalkalarda umuman muammo yo'q. O'ylanmaysiz. Kelasiz kiyim-kechak bilan shunday kirib yashaydigan joy. 125 metr kvadratdan tashkil topgan bugungi uyimizga 119 ming AQSh dollar pul so'ralyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilib, uylarimizni baraka qilishingiz mumkin. Kelib ko'rib ketishingiz mumkin bemalol. Любой vaqt 24 ga 7 aloqadamiz. Sizning ishonchli hamkoringiz Samarqand uylari. Bizdan uzoqlashmang.